alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan bunday aqlli domofonni o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Bunda bizda mana ulanish simlari berilgan. Albatta bu 12 voltda ishlaydi. 12 volt 1 amperda ishlaydi. Bu qizil simimiz doimo plus bo'ladi. Qora simimiz minus. Mana bu jigarrang simimizda knopka ulanadi. Va mana bu sabzirang simimizda esa magnit ulanadi. Minuslar, barchasi minuslari bitta qora simga ulanadi. Buni endi ulanishini ko'rib o'tamiz. Bu yerda hozir abisimiz keluvchi tok, ya'ni 12 volt. Bu ko'k simimiz minus, oq simimiz plus. Abisimiz knopkani simi. Knopkaniki bu magnitdan keladigan sim. Buni hozir barcha minuslarni birlashtiramiz. Knopkadagini ham olamiz, qora simimizga ulaymiz. Stikerdan sug'urib oldik. Ulashga qulay bo'ladi shunga. Hozir minusimizni olib chiqib ulaymiz. Va aytganday, keluvchi plusni qizil va fioletoviy simda ulaymiz. Knopkamizdan keladigan simni jigarrang simga ulaymiz. Jigarrang simga ulaymiz knopkamizni. Endi magnitni simini bu sabzirang simimizga ulaymiz. Mana simlarimizni ulab bo'ldik. Hozir buni izolinta qilib joyiga qotirib, ishlash nimasini ham, prinsipini ham ko'rsatib beramiz. Mana domofonimizni ham o'rnatib bo'ldik. Endi buni ishlashi, mana kodni teramiz. Kodni tergan vaqtda bu magnit tokdan uziladi va qo'yaveradi. Mana bu yerda o'sha magnit ushlaydigan o'zining temiri bor. Ichkari tarafida mana knopkasi bor. Mana bosgan vaqtda mana magnit ajratadi. Mana yopildi. Tamam. Shu domofonimizni o'rnatish va ishlash prinsipi mana shu edi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.